Biz o'sha voqeadan keyin YouTube'ni ham tashlab qo'ydik, kanalimizni yopdik, kameralarni sotvordik. Endi esa har kim o'z mehnati bilan kun ko'ryapti. Hech qanday monetizatsiya yoki shunday pullar yo'q. Men hozir omborda ishlayapman. Doston bo'lsa mashina sotyapti. Sherzod u bo'lsa u haqida keyinroq aytib bera qolaman. Ba'zan eski obunachilar yozib so'rashib turishadi. Aka, nega video chiqmay qoldi? Kanalga nima bo'ldi aka? Qachon qaytasizlar? Men hech qachon javob bermayman. Chunki javob yozsam ham hech kim ishonmaydi. Rostini aytsam, men ham ba'zida o'zim ko'rgan narsalarga ishonishni istamayman. Bu voqea 3 yil oldin sodir bo'lgan. O'sha paytda men Doston va Sherzod tashlandiq joylarga kirib video olardik. Bizning kanalimiz endi ommalashayotgan edi. Odamlarga ayniqsa kechasi tashlandiq joylarga kirganimiz yoqardi. Shuning uchun tobora xavfliroq joylarni eslay boshladik. Bir kuni videolarimiz tagida bir necha odamlar bir xil joyni tavsiya qila boshlashdi. Shahar chetidagi eski ruhiy kasalxona, izohlarda shunday gaplar yozilardi. U yerda kechasi bormang, ichkarida hamma ham qaytmaydi. Agar kirsangiz, kirishda va chiqishlarda odamlarni sanang. Puf. Bularni men oldin bunday voqea sodir bo'lmagani uchun men buni shunchaki odamlarni bo'rttirmasi deb o'yladim. Biz kuldik bunday izohlarni o'qigach. Doston hazillashib, shu videodan keyin 1 million obunachi bo'lib ketamiz, aniq, dedi. Sherzod ham kamerani ko'tarib, "Aka, trend qilamiz, balla", deb kulib qo'ydi. Bolalar orasidagi kulgi bilan men ham ularning gapiga qo'shildim. O'sha kuni kechqurun soat 11larda kasalxonaga oldiga yetib bordik. Bino juda katta edi. Derazalari singan, devorlari qorayib ketgandi. Atrofida baland bo'yimdan o'tsa o'tar, lekin kalta bo'lmagan o'tlar bosib yotardi. Eng g'alatisi shundaki, u yerga yaqinlashganimizda qushlarning ham ovozi umuman eshitilmay qoldi. Hamma yoq jim, sokinlik. Kamerani yoqib ichkariga kirdik. Dastlab hammasi odatdagidek edi. Chang bosgan yo'laklar, zanglagan kravatlar, devorlarda eski yozuvlar. Doston har doimgidek hazillashardi. Sherzod esa hamma narsani kameraga tushirib borardi. Taxminan 10 daqiqa yurganimizdan keyin birinchi g'alati hodisa yuz berdi. Yo'lakka ketayotganimizda to'xtab qoldim. Quloq soldim. Qadam tovushlari eshitilardi. Lekin negadir 4 ta. Biz esa 3 kishi edik. Avvalgi buni aks sado deb o'yladim, lekin yana yura boshlaganimizda yana shu narsa takrorlandi. Biz 3 kishi yurardik, ammo orqamizda yana bitta qadam bizni ritmimizga mos kelib yurardi. To'xtasak to'xtaydi, yursak ham yuradi. Men bu haqida Doston bilan Sherzodga aytdim. Ikkalasi ham qotib tashadi ustimdan, qo'rqossan deb. Lekin bir necha soniyadan keyin ular ham qandaydir vahima bosib jim bo'lib qolishdi. Chunki ular ham eshitishgandi. Biz ortimizga birdaniga o'girildik. Hech kim yo'q. Faqat uzun qorong'u yo'lak ichimizdagi g'alati vahima bosdi. Shuncha yo'l bosib kelibmiz. Endi nima, videoni olmasdan ketamizmi? Olamiz, keyin ketamiz dedik. Yana yurishda davom etdik. Ikkinchi qavatga chiqqanimizda Sherzod birdan kamerani menga uzatdi. Qo'llari qaltirardi. Yuzi qorong'uda oppoq bo'lib ketgani bilinib turardi. "Orqamizdagi odamni ko'rdingmi?" dedi. U juda ham vahmada va to'satdan bo'lgandi. Men hayron bo'ldim. Orqaga qaradim, hech kim yo'q. Hech kim yo'q, dedim. Yo'q. Kamera ekranda ko'rindi. Videoni qayta ko'rdik. 1 soniyalik kadrda bizning orqamizdan oq kiyimdagi baland bo'yli odam turgandi.
Lekin kamerani ko'targanimizda u yo'q edi. Buni kamera xatosi deb o'yladik. Ammo yuragimiz allaqachon bezovta, yuragimiz shu bo'lgandi. Yana bir necha daqiqa yurganimizdan keyin telefonlarimizda umuman signal uzildi. Negadir bilmadim, aynan shunaqa joylarda signal umuman bo'lmaydi. Aynan tashlandiq bo'lib qolgandan keyin signal yo'qolib qoladi. Fanallarni nuriga ham xiralashdi. Ularni zaryadi xuddi kam qo'yilgandek, lekin kelayotgan yo'limizda uni yo'l bo'yi quvvatlantirgandim, aynan o'zim. Keyin g'alati bir narsa sodir bo'ldi. Biz chap tomondagi yo'lakka burildik. Bir daqiqa yurib, yana o'sha zinaning oldiga kelib qola boshladik. Boshqa yo'lakdan ketdik. Yana o'sha joy. 3-marta boshqa tomonga yurdik. Yana o'sha zina. Go'yo umuman bino bizni ichkarida aylantirayotgandek, o'yin qilib tashlayotgandek tuyulardi. Doston endi umuman kulishga, umuman xuddi kulsa o'ladigandek, umuman kulmaydi ham. Uni yuzida qo'rquv bilinardi. Rangidan aniq ko'rgan zahotingiz odamni bilib olardingiz. Sherzod kamerani o'chirib qo'ydi. Ketamiz derdi. Biz chiqish tomonga yura boshladik. Yurayotganimizda yana qadam tovushlari eshitilardi. Bu safar aniq 4 ta. Hech qaysi bir 3 ta odamdan bittasi bizning 4-timizga qara olmasdi. Hech kim orqaga qaramadi. Faqat yurdik. Nihoyat tashqariga chiqib mashinaga o'tirdik. Hech kim gapirmadi. Faqat nafasimizni rostlardik. Uyga qaytgach videolarni kompyuterga tashladik. Dastlab hammasi oddiy edi. Keyin videoning oxirgi qismiga yetdik. Sherzod videoni to'xtatdi. Hech narsa sezilmayaptilar, dedi. Ekranga qaradim. Biz uchalamiz yo'lakda yurib ketayotgan ekanmiz. Orqamizda esa yana bitta odam bor. U biz bilan bir xil tezlikda yurardi, lekin hech qachon kameraga qaramasdi. Faqat boshini egib ortimizdan kelardi. Biz videoni qayta ko'rdik. Shunda dahshatli haqiqatni tushundik. U faqat bitta joyda emas edi. Videoning deyarli hamma qismida u bizni orqamizda yurgan ekan. Lekin surat olayotganimizda hech birimiz uni ko'rmaganmiz. Ertasi kuni uchalamiz uchrashishga kelishdik. Men bordim, do'stlar ham keldi. Sherzod kelmadi. Negadir u yo'q. Telefoni o'chiq. Uyga bordik. Onasi eshikni ochdi. Kecha kechqurun chiqib ketgandi, hali qaytmadi dedi. Biz hammasini politsiyaga aytdik. Ular Sherzodni bir necha hafta qidirdi, lekin topish olmadi. Oradan 6 oy o'tdi. Men videoni yana bir marta ochdim. Bilasanmi, eng dahshatlisi nima dedi? Har safar videoda Sherzod yo'q. Nega? Har qaytarib ko'ryapman. Oldin uchalamiz birini ko'rganimizda bor bo'lgan Sherzod endi bu videoda ko'rinmasdi. Bu videoda faqat men bilan Doston yurib ketayotgan edik. Orqamizda esa 2 kishi. Biri o'sha oq kiyimdagi noma'lum odam, ikkinchisi esa Sherzod. U ham boshini egib indamay ortimizdan yurardi. Men kompyuterni o'chirib yubordim. O'sha videoni boshqa hech qachon ochmadim. Bir haftadan keyin Doston ham ishni tashlab boshqa shaharga ko'chib ketdi. Biz boshqa hech qachon bu voqea haqida gaplashmadik. Faqat ba'zida yarim tunda uyg'onib ketaman. Ko'zimni yumib yotganimda yo'lakda qadam tovushlari ba'zida qulog'imga chalinib qoladi. 1, 2, 3, 4. Men esa uyda yolg'iz yashayman. Lekin negadir aynan tun tushganda hayotimni qandaydir yashagim kelmay qolib, qandaydir vahima meni qo'msaydi. Xuddi kimdir meni kuzatib turibdi, lekin men uni ko'rmayapman. Bu his odamlarda bo'ladigan his kabi, lekin juda ham vahimali. Bu voqeaga shuncha bo'libdiki, lekin bu voqeani hech qachon unuta olmasam kerak.